voy boy aka, qalaysiz, yaxshimisiz? Eshitdim, to'rttaqizdan keyin ikkita o'g'il bo'pti. Voy, orqa foni seriozligini ko'rasizmi? Voy, villa emas bu. Bog'cha, bog'chani serioznisi. Yuring, men sizga ko'rsataman. Voy, uzr kelaysiz ham bormi deysiz, bilmay qolman. Yomonni urishib qolmanglar, yuringlar, kelinglar ko'rsataman. Boy aka, bu to'rtta qizni ertaga turmushga berishingiz bor. Sog'lom qilib turmushga uzatishingiz kerak. Anarkitda shunaqa tuzlikxonasi bor. Qarang, oyoqdan o'pkagacha sog'lom qiladi. Anarkitda shunaqa gidromassaj bor. Undan tashqari oddiy massajlar bor. Aslida men bu dumba qismini yaxshilab massaj qiling, o'g'il bolaga foydali. Keyin endi siz boy akam bemalol massaj qiling, xo'p? Bolalaringizga opalari bor. Boy aka, siz uyingizda bunaqa sharoitlar qilib bera olmaysiz. Bilaman, chunchagingizda pochkalar pul bor. Lekin siz vaqtingiz yo'q. Keyin ham gapma-gap, shopping yurarlar. Anarkitga bog'chaga bolalaringiz berib qo'ysangiz, shunaqa ham sizni sho'rgan, ham chiniqadi-da. Bola sizganda qoptalashadi. Keyin shu desangiz, yoshligimda 3,5 yoshgacha gapira olmagan ekanman. Tilim chiqmagan ekan. Kimni zvachkani ko'rib qolib, faqat og'zimga solgan ekanman. Chaynab qali esladigan ekanman. Hamma hayron qolgan ekan. Tilimda defekt nima bo'lgan ekan. Anarkitga bolalaringizni olib keling, keyin logopedi bor ekan. Shunaqa frontal o'tishar ekan darslarni. Endi ana ko'rdingizmi? Tilim qurgur yomon chuchuda. Alohida darsliklar o'tishar ekan. Bolalaringiz nutqi chotki bo'lib, sizga fikrlarni ravon qilib gapirib berishadi. Olib kelmasangiz bo'lmaydi. Bu bog'chada gimnastika, taekvondolarni ham o'rgatishar ekan. Shuncha chempionlar qayerdan chiqyapti deb o'ylaysizlar, shu anarkitdan chiqyapti-da. Boy aka, endi keyin sizga deb, "Voy bola yig'layapti, bolam batutka boraylik, bolani parkka boraylik" deb, deb ishdan chaqirib ola olmaydi. "Mama, anarkit bog'chada o'yingohi qarang. Yuzdan ham katta massa qilib o'ynashadi." Xullas, boy akalarim, boy opalarim, Anarkit bog'chasi dushanbadan jumagacha soat 8 dan 6 gacha ishlaydi. Eng qiziq joyini eshiting. O'zlarining maxsus mashinasi bor. Uyingizni tegidan bola joyingizni olib ketib, uyingizni tegiga bola joyingizni olib borib qo'yishadi. Boy aka, belgilab qo'ygan profilimga yozarsiz. Voy, keyin rashqim men bog'chani narx-navosi bilan tanishtirmoqchi edim. Tavba.